Hozir odamlarda ichida savol javob ko'ramiz. Agar onalarning kontaktlariga jannatim deb saqlayib qo'yishgan bo'lsa, Texnosity tarafidan sovg'a etib olishadi. Siz kontaktingizga nima deb saqlayib qo'ygansiz? Ayajonimi? Sizchi yoki? Onama, agar jannatim deb saqlayib qo'yganlarini Texnosity tarafidan sovg'amiz bor. Rahmat. Oyijonim. Oyijonimi? Sizchi? Onajonimi, agar jannatim deb saqlayib qo'yganlarini Texnosity tarafidan sovg'amiz bor. Onam. Onama, agar jannatim deb saqlayib qo'yganingizda Texnosity tarafidan sovg'amiz bor. Rahmat. Assalomu alaykum xola, 1 minut vaqtingiz olsin. Onangizni kontaktingizga nima deb saqlayib qo'ygansiz? Jannatim. Jannatim, ha? Mana jannatim deb saqlayib qo'yganingizga Texnosity tarafidan soat yutib oldingiz. O'g'lingiz bormi? Borlar. Necha yosh? 13 ga kiradilar bugun. Bugun tug'ilgan kunlari. Mana o'g'lingizga soat, xola. Rahmat. Mana jannatim deb saqlayib, bitta ko'rsating. Mana jannatim. Jannatim deb saqlayib qo'yishgan ekan, rostdan, xola. Mana. Aha, rahmat katta. Ha, siz onangizning kontaktingizga nima deb saqlayib qo'ygansiz? Kommentariyada yozib keting. Videoga like bosish esdan chiqmasin.